Men bugun Jarqo'rg'onga, Surxondaryoga kelganimda maqsadim albatta oxirgi yillarda Surxondaryoda mana shu katta ishlar qildim. Yana topshiriq berdim. Gidroenergetika bo'yicha 2 karra stansiyalarni ko'paytirasizlar dedim. Nimaga desangiz, surxondaryoliklar endi arzon, kafolatli energiya bilan ta'minlanishi zarur. Prezident Shavkat Mirziyoyev Surxondaryo viloyatiga tashrifi davomida Jarqo'rg'on tumaniga keldi va bu yerda barpo etilgan yangi O'zbekiston massivi ushbu manzildagi sharoitlarni ko'zdan kechirdi va sumalak sayrida ham ishtirok etib, ushbu manzilda istiqomat qiladigan yurtdoshlarimiz, nuroniylar, mahalla faollari bilan muloqot qilmoqda. Bitta gapni aytamanki, mehnatimiz bilan hurmat qilishga majbur qilamiz. Kechagi katta davlatlar O'zbekistonni tanagani bitta narsa, tagida mehnat, tinimsiz 10 yillik mehnatimizning natijasi.